Max Tuning'dagi bugungi avtomobilimiz Leap Motor C01 hisoblanadi. Qilingan ishdan ko'rsatib obzor qilib beramiz, mehnatimizga baho berasizlar. Bu Leap motorimizni mana shu mordasini, labovoylarini, tom qismini polniy broneplyonka qilib berganmiz. Faralari, bamperlari, kapot, krilo hamma joyi 210 mikronli poliuretan plyonkalardan broneplyonka qilingan holatda turibdi. Plyonkaga ham, ishimizga ham garantiya beramiz. 3 yil garantiya beriladi. Quyoshda sarg'ayib ketmaydi bu plyonkalarimiz. Mana shu oq rangda qoladi o'zini kuzov rangidan. Labovoylariga urilgan broneplyonkamizga ham ko'rish uchun xalaqit berib ko'zni og'ritadigan emas, eng yaxshilaridan bittasi. Stiklari ko'rinmaydi, ko'rasizlar. Umuman stik topilmaydi. Ustidan urilgan bo'lishiga qaramasdan zavod bo'lib chiqqan, xudo xolisa razmeriga uriladi. Ish sifatiga o'zingizlar baho berasizlar. Keyingi krisha qismiga polniy mana ko'rasizlar. Panoramasiga ham broneplyonka qilib qo'yganmiz. Har xil tosh tegish yoki nimadir ko'ngilsizlikda mashinaga ziyon yetib qolmasligi uchun. Xo'p, oldi labovoylarga so'nzlashni ham qilib berganmiz. Salon laminatsiyalar qilingan. Ularni ham ko'rsatib aytib o'tishimiz kerak. Salonning rangicha juda ham chiroyli rangda, qaranglar. Tiffany'ga o'xshaydi, ochiq rang sifat. Seriyaga tortadigan rang ekan. Juda ham chiroyli interyer. Xo'p, to'liq rusifikatsiyalar qilingan bu avtomobilimiz. Mana shunaqa xizmatlarimizda qiziq bo'lsa, bemalol Max Tuningga murojaat qila olasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz.